Assalamu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'ot aka avtosavdo kanali obunachilari. Bugun 2025-yil 26-oktyabr navbatdagi savdomiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt mexanika mashinamiz bo'ldi. Radnor holatdagi mashinamizni Xazarasdan İlyasbek do'stimizga berdik. Mashinamiz naqd pul 115 million so'm naqd pul bo'ldi. Do'stim, rozimisiz? Rozimiz. Kelishingizda Xudo xolasa sizlarga arzon narxlarda kelishgan kredit partiya holan turdagi to'lovlar orqali olishingiz mumkin. Hamma turdagi mashinalar mavjud. Tavsiya etamiz. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda, to'ylarda xizmat qilsin. Mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Naqd pul 115 million so'm, baraka qildik. Kelaverasizlar. Bu yandan Nexia 2'miz ham savdosi o'xshayotir. Gelip görüp bemalol savdolashib, ustida xarid qilib ketaverasizlar. Har xil turdagi savdolarimiz, mashinalarimiz, Uberlarimiz ko'p. Sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, ikkisingizdan naqd pulga xarid qilib qolamiz, bo'lmasa sotib berish variantlari ham bor. Savdo zo'r. Rahmat.